Diqqat! Dollar kursi belgilandi. Dollari bor fuqarolar uchun noxush xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda dollar kursi yana pastladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-yanvarda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra yevro kursi 71,79 so'mga tushib, 14,062,47 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 0,54 so'mga pastladi, 153,28 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 51,14 so'mga pastlab 12,048,04 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.